Luiza bilan Asal Shodiyeva nima bo'ldi? Dard bo'ldi, balo bo'ldi. Uxlolmayapsizmi hech bolam bilolmasdan. G'iybatchi, nima informatormisiz? U Instagramdan bu Instagramga insivarat toshiydigan, ha? Nima? Ha? Tinch qo'ying, g'iybat qilmang. Yashasin bechora Luiza Rasulova. Men Asal Shodiyevani tanimayman. Birorta kinoda, qaysi kinoda o'ynagan? Qaysi kinoda o'ynagan Asal Shodiyeva? Shohruxxonning xotini. Yo'q, qaysi kinoda o'ynagan? Amakizi xotinligini bilyapman. Qaysi kinoda o'ynagan u qiz? Men aktrisa endi har bitta kinoda o'ynasa bilsa bo'ladi. Qaysi aktrisa u? Qaysi kinoda o'ynagan? Eslatinglarchi? Bosh rolda o'ynagan kinosi bor xohlasanmi? Men umrimda ko'rmaganman. Bir marta ko'rdim, nima prezidentimizning nevarasi bilan chiqqanini aytsa. Ну, я не знаю. Я ее актрисой не считаю, просто массовщица, может быть. Ну, я ее считаю какая-то, пиарщица. Ну, пиарится там, тут, везде. Ну, кино я никогда ее не видела. Kinoda men lekin Asal Shodiyevani biror marta ko'rmaganman. Lekin nimani? Luiza Rasulovani har doim ko'raman. Kinolarda, kliplarda. Asal Shodiyeva klipda o'ynaganmi borsa? Yo'q. Ko'rmaganman men Asal Shodiyevani birorta kinoda o'ynaganini. Sizlar ko'rganmisizlar? Menga bir qalat olmoqchisiz. Luizani Instagramda men ko'proq ham ko'raman. Hamma to'ylarda ham, videoshilik. Asalli bir normalniy kinosi yo'q o'zi. Ну вот, men ko'rmaganman-da hech ham. Endi aktrisa deb bo'ladimi endi bu qizda kinosi yo'q bo'lsa endi aktrisa deb bo'larmikin bu qizda? Aktrisa deb bo'lmaydi, massовщица bo'ladi. Yo, ili bo'lmasam обращаться qilish kerak, знаете как? Shohruxxonning xotini deb обращаться qilish kerak. Aktrisa deb emas. Men hech qachon ko'rmaganman, to'g'rimi? Shohruxxonning xotini desanglar tanisa kerak hamma. Asal Shodiyeva desa hech kim tanimaydi. Shohruxxonning xotini desanglar tanishimiz mumkin. Endi Luiza Rasulovani o'zini ismi bor. Ismi bilan hamma taniydi. Luiza Rasulovani sirasi taniyman. Ismini eshitsam taniyman.